Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi mavzumiz yumshoq o'yinchoqlardan to'qish texnologiyasi haqida mavzu o'tamiz. Mavzumiz asosan to'qish texnologiyasi haqida mavzularimiz. Rejamiz yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlash turlari. Ikkinchi rejamiz yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash uchun zaruriy materiallar. Uchinchi rejamiz yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash usullari. Demak, 3 ta reja bo'yicha mavzumizni boshlaymiz. Mavzumiz bo'yicha tanish iboralar: ilmoq, spetsa, g'altak, bigiz, andaza, molina iplar va kerakli bo'ladigan iplar bilan ishlatiladi. Demak, sahnalashtirish fani bo'yicha asosan biz to'qish texnologiyasini o'tar ekanmiz. Asosan bola dunyoga kelgan kunidan oq turli o'yinchoqlarni nafaqat uni xursand qilishga, balki uning barkamol rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Demak, har bir mashg'ulotimizni o'tishdan avval bolalarga kerakli bo'ladigan mavzular bo'yicha mashg'ulotimizni boshlaymiz. Demak, birinchi rejamiz bo'yicha yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash turlari. Asosan o'yinchoqlar bolalarni o'yinchoqlar uchun yaratilgan maxsus predmet deb hisoblaymiz. Chunki bu real predmetning kuchaytirilgan nusxasi emas, balki uni shartli tasvirlar, o'ta umumlashtirilgan badiiy obrazlar ifodalash shakli va harakatlilik, ravshanlik va rang tasvirlashni birlashtiruvchi muhim bir vosita sifatida qo'llaymiz. Demak, yumshoq o'yinchoqlar har bir bola uchun asosan 3 yoshdan boshlab biz yumshoq o'yinchoqlarni beramiz. Asosan biz yumshoq o'yinchoqlarni kichik yoshdagi bolalar uchun o'yinchoqlarning eng oddiy turlarini, ya'ni bola 3 yoshga to'lgandan boshlab yumshoq o'yinchoqlarni bera boshlaymiz. Bola kattaroq bo'lganda esa o'yinchoqlarni asosan qo'g'irchoqlar teatrlarida va shunga o'xshash har xil o'yinchoq turlarini o'ynatish orqali o'yinchoqlarni biz beramiz. Asosan o'quvchilarga o'yinchoqlarni ko'rsatishda bolalarni yasashni o'rgatish uchun avvalo o'qituvchining o'zi va bu san'atni yaxshi o'zlashtirilgan bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki o'qituvchi tomonidan har bir narsani o'rgatib boryaptimi, demak u tayyorlangan har bir chiroyli o'yinchoqlarni o'quvchilarga ko'rsatar ekan, uning qanday detallardan foydalanganligini va uning yasash turlari haqida qiziqarli ma'lumotlarni berib borishimiz zarur ekan. Demak, biz asosan to'qish o'yinchoqlarini o'rgatishda birinchi o'rinda tanlangan ipingiz chiroyli va silliq shaklda bo'lishi kerak. Bu to'qish usullarini asosan o'rgatish jarayonida bizga kerakli bo'ladigan jihozlar: birinchi, ignalarning turli katta kichikliklardagi, ikkinchisi g'altakli turli rangdagi iplar, keyingisi rangli matolar, har xil ipdan tayyorlash kerak bo'ladigan va turli rangdagi ipakli iplar kerak bo'ladi. Qaychi, bigiz, ombir, dazmol va angushvona va har xil turdagi qalamlar kerak bo'ladi. Chunki bularni biz andazalar asosida tikishimiz uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlar. Demak, yumshoq o'yinchoqlarning iloji boricha bolalarga tushuntirishimizda unga avvaldan yuvib, dazmollangan satin, barxet yoki shtampil, paxmoq, chip ipli matolardan foydalanamiz. Chunki hayvonlarni tayyorlash uchun tikib tayyorlanadigan sun'iy va tabiiy jun matolardan foydalanganimizda asosan u tayyorlanayotgan matolarning ko'proq biz qanday matoga joylashtirilganimizni bolaga tushuntira olishimiz kerak. Chunki har bir masalan nima qilingan qirqib tayyorlangan andazalarda masalan tana yuzi ko'rinishidagi tasvirlovchi o'yinchoqlar uchun kerakli bo'ladigan asosan shifon yoki sun'iy tolali shoyi matolardan yuzchalarini yoki yumshoq holatda to'qilgan rangi matolarni, soch uchun kerakli bo'ladigan sun'iy iplarni va boshqa shunga o'xshash qismlarini alohida biz nima qilib olishimiz kerak, biriktirib olishimiz kerak ekan. Asosan o'yinchoqlarning ichi paxta bilan to'ldiriladi yoki sinfon yordamida to'ldirib boriladi. Yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlash uchun zaruriy materiallarni asosan biz tayyorlashimiz kerak bo'ladigan yumshoq o'yinchoqlarni yasashni uning yasash texnologiyasi, uslubi, tayyorlash shabloni asosida boshlashimiz mumkin ekan. O'yinchoqlar andoza asosida tayyorlanishiga qarab bolalarni intilishiga, o'zlarini o'ylab qo'shgan g'oyalarini ham rag'batlantirish orqali ularni
to'ldirib borishimiz zarur ekan. Demak, yumshoq o'yinchoqlarni asosan tayyorlashda ishni nimadan boshlashimiz kerak? Asosan dast avval ignani ushlashdan, ya'ni aynan bu yoshdagi bolalar, tayyorlov guruhidagi bolalar uchun igna to'g'nog'ichlarini uchidan, ya'ni ushlab, tayyorlab, ularga o'yinchoqlarning chok turlarini o'rgatib borishimiz zarur ekan. Bolalarda qo'lda tikilgan o'yinchoqlarni katta bolalar bilan birgalikda tikish usullarini o'rgatib borishimiz zarur ekan. Yumshoq o'yinchoqlarni tikishda asosan uydagi hamma bosqichlarni amalga oshirishda asosan mato tanlash, g'ijim matolarni dazmollash, mato andazalarini chizish, qismlarni bichish, tikish uchun to'ldirish ustunini jihozlashimiz mumkin ekan. Asosan andazani kartondan tayyorlab olishimiz mumkin ekan. Ya'ni ikki buklangan kartonni chap tomonida andazani qo'yib, yaxshilab ichini to'ldirib chizib olinadi va qalam bilan tayyor andoza asosida demak, to'q mato bo'lsa andoza oq yoki sariq rangdagi qalam bilan yoki rangli mato bo'lsa qora yoki rangli qalamlar bilan matoga singishmagan holda uni tayyorlab olishimiz mumkin ekan. Chiziqlar asosida masalan har bir matoni chizishdan avval har bir matoga chizilgan andazani 0,5 sm chok uchun uni qoldirib qirqishimiz zarur ekan. Chunki choklar orqali biz matoni to'g'rilikda amalga oshirib borishimiz kerak ekan. Tayyor tikilgan formal materiallarni, ya'ni ularga bo'yoqchalar yordamida o'tmas tomoni bilan o'ngiga qaratib ag'darilib olinadi va tikilgan andazani esa agar o'yinchoqning badiiy, ya'ni jundan tayyorlanganligini hisobga olgan holatda unga qanday holatdaligini biz nima qilib berishimiz kerak? Tikib tayyorlab berishimiz kerak ekan. Masalan, hayvonlar, qushlarni tikishga yoki undagi qo'lida bo'yicha avvalgi tana va qorin qismlari bir-biriga tikilgan holatda tikib boriladi. Ya'ni bundagi hamma forma asosida biz to'liq amalga oshirib borishimiz kerak ekan. Bolaga yangi o'yinchoqlarni faqatgina uning rivojlanishini boyitish maqsadida aylantirishga harakat qilishingizni maslahat qilgan bo'lar edik. Ya'ni bir muhim taraflari shundan iboratki, bu o'yinchoqlar, ayniqsa qo'g'irchoqlarning yuzlari ma'lum hissiyotda anketa ishlarini olib borishimiz zarur ekan. Bola o'yinchoqlarning kayfiyatini anglagan holda u bilan o'ynash uchun, ya'ni uni turli holatlarni o'ylab topadi. Bola undagi asosan ko'rish, bilish xususiyatlari oshib boradi. Uning o'yinchoqlari ham o'ziga, ya'ni yoshiga mos holatda o'yinchoqlar bilan yoshiga mos ravishda murakkablashtirib borishimiz lozim ekan. Demak, 3 yoshdan boshlab bolalar o'zlarining kattalarga o'xshashini boshlaydi. Ya'ni har bir jihozni olganda bola o'zlaridagi ona, shofyor, shifokor, shunga o'xshash katta insonlarga o'zi taqlid holatda o'rgatib borilar ekan. Demak, har bir o'yinchoq yasashdan oldin biz masalan biron obraz orqali yasatayotgan o'yinchoqlarimizni, ya'ni masalan obrazli o'yinchoqlar, ya'ni qo'g'irchoqlar, hayvonlar va hokazolar. Ya'ni bu 12 oydan oshgan, ya'ni 1 yoshga to'lgan bolalardan boshlab bu andazalarni bichib tikilgan narsalarni ko'rsatganimizda boladagi, ya'ni shaxsiy tushunchasini rivojlanishiga, ya'ni ijtimoiy ruhiyati rivojlanishiga ko'maklashadi. Ya'ni bola insonlar olamiga qo'shilishga yordam berar ekan. Ya'ni o'yinning syujetli funksiyasini o'ylab topar ekan. Ya'ni bolaning tasavvurini va xayol qilish qobiliyatlarini rivojlantirar ekan.